Sankt-Peterburgdagilar diqqatiga. Pitcherda kuryerlarga oid yangi qoidalar ishga tushdi. Shahardagi moped va samokatda harakatlanadigan kuryerlarga trotuarlar bo'ylab 10 km/soatdan ziyod tezlikda harakatlanish taqiqlandi. Ijevskka dronlar hujum qildi. Qurbonlar bor. Bugun soat 9:00 atrofida Ukrainaning samolyot turidagi bir necha dronlari Ijevskdagi korxonaga hujum qildi. Zarba oqibatida 3 kishi qurbon bo'lgan, 10 kishi jarohatlangan. Zarbadan so'ng Ijevsk aeroportiga uchish va qo'nish uchun vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. 1-2 iyun kunlari rejalashtirilgan ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Ozarbayjondan javob. Bakudagi reydda bir guruh rossiyaliklar ushlandi. Bugun 1-iyun kuni Ozarbayjonning Baku shahrida yana bir nechta Rossiya fuqarolari hibsga olindi. Ularning 2 jinoiy guruhga aloqasi bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular narkotik moddalarni Eron orqali tranzit qilish, ularni onlayn tarzda sotish va kiberfiribgarlikda gumon qilinmoqda. Shuningdek, Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi 2 jinoiy guruh faoliyati to'xtatilganini ma'lum qildi va guruh a'zolari orasida Rossiya fuqarolari ham borligi bildirildi. Ushbu guruhlarning giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi va kiber jinoyatlarga aloqasi borligi aytilmoqda. Ushbu holat mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritildi. Operatsiya vaqtida olingan videolarda gumondorlarning yerga yotqizilib, qo'llari bog'lanib, olib ketilayotgani, ayrimlarning yuzida qon izlari borligi aks etgan. Ular zanjirga o'xshash tarzda yurish majburlangan, hatto ba'zilari cho'kka tushirilgan holatda olib ketilgan. Qayd etish joiz, ushbu voqealar Rossiya va Ozarbayjon o'rtasidagi siyosiy keskinlik fonida yuz bermoqda. Hammasi joriy yilning 27-iyun kuni Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Ozarbayjon fuqarolariga qarshi o'tkazilgan reyddan so'ng boshlandi. Ushbu reyd davomida 2 nafar Ozarbayjon fuqarosi aka-uka Safarovlar vafot etdi. Uning ortidan Ozarbayjon davlat televideniyasi Rossiya prezidentini keskin tanqid qildi. Mamlakatda Rossiya tomonidan o'tkazilishi rejalashtirilgan barcha madaniy tadbirlar bekor qilindi hamda Milliy Majlis raisining birinchi o'rinbosari Ali Ahmedov boshchiligidagi delegatsiya Moskvada bo'lib o'tishi kerak bo'lgan Ozarbayjon va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha parlamentlar komissiyasining 23-yig'ilishida ishtirok etmasligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq ushbu mojarolar fonida Ozarbayjon politsiyasi Sputnik Ozarbayjon ofisida o'tkazgan operatsiya chog'ida nashrda ishlayotgan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlarini qo'lga olgandi. Qo'lga olganlar Ozarbayjon jinoyat kodeksining firibgarlik, noqonuniy tadbirkorlik va jinoyat yo'li bilan olingan mol-mulkni qonunlashtirish moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilmoqda. 2 kishi hibsga olinib, yana 5 kishi jinoiy javobgarlikka jalb etilgan. Hajga borgan 8 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Haj 2025 mavsumi davomida jazirama oqibatda va surunkali kasalligi bo'lgan 8 nafar o'zbekistonlik Saudiya Arabistonda vafot etgan. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning Haj 2025 mavsumi davomida O'zbekistondan 15 mingdan ziyod hojilarning haj amallarini tartibli va namunali ado etishlari ta'minlangan. Mazkur tashkiliy ishlar O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita musulmonlari idorasi va ishchi guruhi a'zolari hamda mamlakatning Saudiya Arabistondagi elchixonasi va Jiddadagi bosh konsulxonasi ko'magida amalga oshirilgan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston hukumati tomonidan Haj 2025 mavsumini tayyorlash va tashkil etish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar Saudiya Arabistoni hukumati tomonidan yuqori baholandi, deyiladi xabarda. Bildirishicha, joriy yildagi Haj mavsumidagi o'zbekistonlik hojilarning Saudiya Arabistoniga borishi 13-maydan boshlanib 30-mayga qadar davom etgan. Shuningdek, Haj ibodatlari tugagandan so'ng hojilarning O'zbekistonga qaytib kelishi 12-iyundan boshlangan. So'nggi hojilar 29-iyun kuni havo qatnovi orqali vataniga qaytgan. O'zbekiston hojilarga yengillik yaratish maqsadida Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi Podshoh Abdulaziz xalqaro aeroportidan O'zbekistonning bir qator viloyatlariga to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonlik hojilarning sog'lig'i va sihat salomatligiga alohida e'tibor qaratish masalasida O'zbekiston hukumati tomonidan
tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilishiga qaramay, bu yilgi haj ibodat paytida kuzatilgan jazirama oqibatda va surunkali kasalligi bo'lgan 4 nafar o'zbekistonlik Saudiya Arabistonida vafot etgan. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasining ogohlantirishlariga qaramay, bu yilgi haj mavsumiga noqonuniy yo'llar bilan borgan yana 4 nafar o'zbekistonlik ushbu mamlakatda olamdan o'tgan. Bundan tashqari, haj ibodat tugagandan so'ng bosh konsulxona 40 nafardan ziyod ziyoratchilar xorijga chiqish pasportlarini yo'qotgani bois O'zbekistonga qaytish guvohnomasini rasmiylashtirish uchun murojaat qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilgi haj mavsumida ziyoratchilarga elchi boshlik qilayotgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi Rakat jome masjidi imom xatibi Rabbimqul Muhammadiyev vafot etgani xabar qilingandi. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Tojikistonda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. 28-iyun kuni Tojikistonda sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 7 kishi halok bo'lgan. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston fuqarosi boshqaruvidagi Volkswagen rusumli avtomashina Dushanbe Xo'jand Chanoq avtomagistralning Dadaboy Xolmatov qishlog'idan o'tgan 332-kilometrda Toyota bilan to'qnashib ketgan. To'qnashuvdan so'ng Volkswagen Xo'jand shahrida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Mercedes-Benz avtomobili bilan ham to'qnashgan. Oqibatda 7 kishi halok bo'lgan. Manbaga ko'ra, hodisa oqibatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan aka-ukalar voqea joyida vafot etgan. Qurbonlar orasida voyaga yetmaganlar ham bor. Vafot etganlarning xonadonlariga chuqur ta'ziya bildiramiz. Turkiyaning deportatsiya markazlarida bo'lib turgan 50 nafar o'zbekistonlik ayollar vatanga qaytarildi. Migratsiya agentligi hamda Turkiya Respublikasi Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi mas'ullari o'rtasida Turkiyada noqonuniy maqomda bo'lib turgan fuqarolarimizdan legallashtirish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Erishilgan muhim natijalar: Turkiyada noqonuniy maqomda bo'lib turgan hamyurtlarimizni ma'muriy jazosiz ro'yxatdan o'tkazish, yashash va ishlash ruxsatnomalarini berish, ya'ni legallashtirish taklifi Turkiya rasmiylari tomonidan ma'qullandi. Qariyalar va bolalarni parvarishlash, qishloq xo'jaligi sohalarida noqonuniy faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizga huquqiy maqom berishga kelishildi. Turkiya deportatsiyasi markazidagi 50 nafar ayollarimizga vatanga qaytish uchun migratsiya jamg'armasi hisobidan hayva chiptalar xarid qilindi. 28 vatandoshimizga vatanga qaytish guvohnomasi, repatriatsiya jarayoni boshlandi. O'zbekiston va Turkiya hukumatlari o'rtasida ijtimoiy himoya to'g'risidagi yangi bitim ishlab chiqishga kelishildi. Barcha fuqarolarimizni qonuniy ishlashga chaqiramiz. Bizni kuzatib boring. Navbatdagi postlarimizda Turkiyada nelegal maqomda bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini legallashtirish bo'yicha yo'riqnoma bilan tanishtiramiz. Oldiniga Rossiya Qozog'iston chegarasida kilometrlab tirbandlik yuzaga keldi degan xabar tarqaldi. Xabarga ko'ra, Qozog'istonning Aqto'ba viloyatidagi Martuq tumanida joylashgan Jaysan chegara postida bir necha kundan beri katta tirbandliklar kuzatilmoqda. Rossiyaga kirishga uringan fuqarolar soatlar davomida chegarada qolib ketgan. Buning asosiy sababi Rossiya vizasiz kirishni istagan fuqarolar uchun QR kod orqali ixtiyoriy identifikatsiya tartibi joriy etilishi bo'lgan, deya xabar tarqaldi. Bir necha soatdan so'ng esa Rossiyaning Qozog'istondagi elchixonasi chegaradagi tirbandlik QR kod sabab yuzaga kelganini rad etdi. Ma'lum qilishicha, xorijliklardan chegarani kesib o'tish uchun RUID ilovasidagi QR kodni ko'rsatish talab qilinmayapti. Fuqarolar chegarani odatdagidek kesib o'tmoqda. To'ldirilgan ariza mavjud bo'lmasligi chegara nazoratiga ta'sir qilmaydi, deyilgan xabarda. Rossiya va Qozog'iston chegarasidagi tirbandlik yangi sinovga qadar kuzatilib turgan, xususan yo'llardagi ta'mirlash ishlari va sayyohlar oqimi ko'paygani sabab. Demak, chegara postlarida Rossiyaga kirish uchun QR kod ko'rsatish talab qilinmaydi. Muhim xabar: Turkiya Respublikasida ishlashni rejalashtirayotgan yoki noqonuniy maqomda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolari huquqiy maqomlarni qonuniylashtirishga chaqiramiz. Turkiya hukumati noqonuniy migratsiyaga qarshi qayd choralar ko'rmoqda va ayrim sohalarda uy xizmatlari, bola va qariya parvarishi, chorvachilik legallashtirish uchun maxsus
imtiyozlar taqdim etilmoqda. Lekin bunday imtiyozlar hukumatning rasmiy hujjatlari bilan tasdiqlanmagan va faqat yuqoridagi infografikadagi shartlarga mos kelgan shaxslarga beriladi. Agar siz ushbu talablarga javob bersangiz, legallashtirish uchun migratsiya boshqarmasiga murojaat qiling va vaqtinchalik yashash guvohnomasini olish imkoniyatiga ega bo'ling. Noqonuniy migratsiya bilan bog'liq barcha muammolardan saqlaning. O'z huquqingizni himoya qiling. Rasmiy yo'ldan boring. Qonun doirasida legallashing. Davom etamiz. Endi ichki reyslarga elektron hujjatlar bilan ro'yxatdan o'tish mumkin. Buning uchun yo'lovchi my.gov.uz sayti mobil ilovasi yoki ijtimoiy karta mobil ilovasidagi shaxsiy kabinetiga kirib, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni elektron shaklda ro'yxatdan o'tish joyidagi xodimga ko'rsatadi. Biroq hujjatlarning nusxalari, fotosuratlari, ID pasportning skanerlangan variantlari yoki shaxsiy ma'lumotlar bo'lgan veb-sayt sahifasining skrinshotlari qabul qilinmaydi. Umuman olganda, bugundan elektron hujjatlar barcha idoralarda tan olinadi. Ularning qog'oz shakli talab etilmaydi. Qirg'iziston Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l uchastkasini qurishni boshladi. Bu 304 kilometrdan ortiq bo'ladi va yo'lning 40% ko'priklar va tunnellar orqali o'tadi, deb xabar qildi Qirg'iziston hukumati. Mazkur uchastka qurilishini 2030-yilgacha yakunlash rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 4.7 milliard dollarni tashkil etadi. Rossiya mehnat muhojirlar oqimidan manfaatdor, biroq ular mamlakatda qolish qoidalariga rioya qilishlari kerak. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Jeenbek Kulubayev bilan uchrashuv yakunida aytib o'tdi. Biz chet el fuqarolarining mamlakatimizda bo'lish qoidalariga rioya qilishlari va ularning huquqiy maqomi tegishli normalarni hisobga olgan holda o'z vaqtida hal qilinishiga katta ahamiyat beramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari. Birinchi yildan Rossiyada biometriyani topshirmagan xorijliklarning SIM kartasi bloklash boshlandi. 3 oydan ziyod faol bo'lmagan raqamlarni darhol o'chirishadi. Faol, lekin biometriya topshirilmagan va qayta rasmiylashtirib olinmagan raqamlarni bosqichma-bosqich o'chirishadi. Avvalga internet tezligi pasaytirishadi, xalqaro aloqadan uzib qo'yishadi va 30 kundan keyin esa SIM kartani to'liq blok qilishadi. Dasturlarimiz so'ngida bizga obuna bo'lishni unutmang deb qolamiz. Yangiliklarni Dilshod Umarov tanishtirdi. Salomat bo'ling.